Hurmatli hamkasblar, assalomu alaykum. Demak, hozir Zoom platformasidan foydalanishni birgalikda ko'rib chiqamiz. Sizning kompyuteringizda Zoom platformasi yo'q bo'lsa, uni avval ustanovka, ya'ni o'rnatish kerak bo'ladi kompyuterga. Buning uchun ixtiyoriy brauzerni ochamiz. Bizda misol uchun Chrome. Bu yerga Zoom skачать deb qidiramiz. Qidirgandagi birinchi saytga bosamiz. Mana bunday oyna chiqadi. Shulardan pastroqqa tushib, demak, Windows, agar kompyuteringiz Windows bo'lsa, mana bu yerga 64 bit yoki 32 bitni bosamiz. Agar boshqa kompyuter bo'lsa, sizda boshqacha ko'rinishi mumkin, lekin mana shu tugmaga bosamiz. Biroz vaqtni oladi. Demak, 1 minut ichida ustanovka bo'lish kerak. Tak, dasturimiz yuklab olindi. Endi shunga bir marta bosamiz. Bizda ekranga mana bunday oynacha chiqadi. Mana bunday oq oyna. Biroz kutamiz. Ana birozdan keyin mana bunday kattaroq oyna chiqadi. Endi bu oynada bizga aytyapti, ustanovka выполнена успешно, ya'ni Zoom platformasi bizning kompyuterga o'rnatildi deyapti. Endi готово tugmasini bosamiz va bizda mana bunday kattaroq oynaga e'tibor berib qarasak, vhod degan katta tugma bor. Bu ya'ni bizni Zoomga kirish uchun, umuman Zoomga kirish uchun bizga yangi akkaunt kerak. Учетная запись. Agar sizda akkaunt bo'lmasa, registratsiya tugmasini bosasiz. Bir marta bosamiz. Demak, bizdan tug'ilgan yilni so'raydi. Yozamiz. Adres elektronniy pochta. Elektron pochtamizni, demak, mana bu yerga kirsangiz, mana bu yerda elektron pochta o'zingizning elektron pochtangizni yozasiz. Misol uchun men o'zimnikini yozdim. Продолжить tugmasi bilan, demak, bizda sizni pochtangiz, pochta qutiga, elektron pochtaga xabar kelishi kerak. Kelinglar birga tekshiramiz. Demak, pochtaga kirish uchun mana bu 9 ta nuqtani bosib, pochta tugmasini bosamiz. Birinchi xabarga kirsak, demak, bizda 6 ta raqamdan iborat kod keldi. O'sha kodni kopировать qilamiz va mana bu yerga вставить qilamiz. Va проверить tugmasini bosamiz. Yaxshi, endi bizdan ismni so'rayapti. Demak, Falonchiyev. Parol degan joyga o'zimiz demak, parol shunaqa qiyin qo'yishimiz kerak. U yerda 8 ta simbol, hech bo'lmaganda raqam, harf va oddiy belgi qatnashi kerak. Misol uchun Abdurasul
Plus tur. Так, endi продолжить tugmasini bosamiz. Mana bu yerni bosish shart emas. Продолжить tugmasini bosganimizdan keyin ozgina vaqt chiqadi. Tak, birozdan keyin ekranda e'tibor bergan bo'lsanglar, Zoom Workplace degan yorliq chiqib qoladi, yorliq. Bu demak, bu ekranni yopsak ham bo'ladi. Endi mana bu yorliqqa bir marta bossangiz, ikki marta bossangiz bizda Zoom platformasi ochiladi. Agar mana bu chekka tomonda qanaqadir harf yoki dostupen yozuvi chiqsa, demak siz Zoom platformasidan muvaffaqiyatli registratsiyadan o'tdingiz degani. Yaxshi. Endi kelinglar misol tariqasida bir Zoom kimdir jo'natgan Zoom platformasiga kirish yoki o'zimiz Zoom platformasida yangi konferensiya hosil qilishni ko'ramiz. Kelinglar avval yangi konferensiya hosil qilishni ko'ramiz. Buning uchun Novaya konferensiya tugmasini bosamiz. Demak, bizda mana bunday tekshiruv oynasi chiqdi. Bu yerda ovozni to'g'irlash mumkin. Mikrofonni o'chirish, mikrofonni yoqish, videoni o'chirish, videoni yoqish. Bu nachat tugmasini bossangiz, Zoom platformasi ochiladi. Hamda mana bunday sizga ko'rinadigan Zoom platformasi mana shunday oynaga ega. Oynani pastki tomonida demak uzun menyu joylashgan. Mana bu joyda ovoz boshqarish, mana bu joyda video boshqarish, o'rtada podelиться tugmasi, demak zvukni bossa, demak mikrofonni o'chirib yoqish, videoni o'chirib yoqish va bizga eng muhimi, demak pastroqda данные konferensiya degan tugma bor. O'sha joyga bossangiz konferensiyani asosiy ma'lumotlari chiqadi. Bizga eng muhim ma'lumot bu ссылка приглашения degan ma'lumot. Demak, mana bu ссылка приглашения bu kimnidir siz o'zingizni konferensiyangizga taklif qilmoqchi bo'lsangiz, rahbar yoki biror bir xodimni mana shu ссылкani kopировать qilasiz. Kopировать qilganingizda tepada yozuv chiqadi. Скопировано в буфер обмена. Endi kopировать qilingan ma'lumotni kimgadir jo'natishingiz ham mumkin. Endi u odam siz qabul qilgan konferensiyaga kiradi. Shundan keyin o'zini shu birga konferensiya qilishingiz mumkin. Konferensiya davomida agar u odam, ya'ni sizni kimdir taklif qilayotgan bo'lsa, sizga Telegramdan yoki qaysidir Bitrixdan ссылка tashlasa, demak qanday kirishni birgalikda ko'ramiz. Buning uchun demak men hozir chiqib turaman bu yerdan. Kelinglar, bironta Zoom platformasiga kiramiz. Demak, Zoom ссылкасida misol uchun mana bu ссылкаga kiryapmiz. Ссылкаga bosishingiz bilan sizda avtomatik Google Chrome ochiladi. Mana bunda yozuv chiqadi. Открыть приложение Zoom Meetings ni bosamiz. Bizdan mana bunday oyna chiqadi. Bizdan so'rayapti, ekranni, mikrofonni yoqasanmi deb. Biz ikkalasini ham yoqamiz. Demak, reglamentga ko'ra konferensiyaga kirib turganda ikkalasini ham yoqishimiz kerak. Wait tugmasini bosganimizdan keyin bizda birovning Zoom'iga kirdik hozir. Endi biz hozir o'zga odamning Zoom'idamiz. Endi bu hozir rahbar tashlagan Zoom bo'lsa yoki
Zoom platformasida endi o'zingizni ekraningizni kimgadir jo'natmoqchi bo'lsangiz, ya'ni ekranni kimgadir ulashish, поделиться qilmoqchi bo'lsangiz, pastda поделиться degan yashil tugma bor. Yashil tugmani bosamiz. Bizda mana bunday oyna chiqadi. Bu muhim oyna, chunki bu oyna orqali biz qanday qilib biror bir dokument yoki oynani o'sha konferensiya davomida boshqa odamlar bilan ulashni ko'ramiz. Agar biz butun kompyuterni polniy ekranini kimgadir jo'natmoqchi bo'lsak, kim bilandir birga baham ko'rmoqchi bo'lsak, mana bu joyga, mana bu ekranga bosamiz. Agar siz kim bilandir faqat Telegramni o'zini yoki biron bir dokumentni o'zini yoki biron bir ochilgan programmani o'zini kim bilandir jo'natmoqchi bo'lsa, ulashmoqchi bo'lsangiz, biror bir shu yerda hosil bo'lgan oynalardan birini bosasiz. Mana bu tomonda, o'ng tomonda o'sha oyna birovga qanday ko'rinishi ko'riladi. Demak, agar mana buni qilsam, butun oynam ko'rinar ekan o'sha odamga. Yaxshi, demak men mana bu ves ekranni bosaman. Men ham sizga shuni bosishni tavsiya qilaman. Endi eng pastda mana bu ko'k joyda поделиться tugmasi bor. Поделиться tugmasini bossamiz va e'tibor bergan bo'lsangiz, bizda mana bunday ekranning tepa qismida yo past qismida buni joyini o'zgartirsa bo'ladi. Mana bunday oyna paydo bo'ldi. Hozir meni oynam o'sha Zoomga kiradigan odamni ekranida yana ko'rinib turibdi. Meni ekranimda u odam bemalol ko'ra oladi. Bu yerda asosiy narsa shu. Agar ekranda, demak, taqdimotni tugatib bo'lgandan keyin, ekranda hamma ko'rgandan keyin остановить совместное использование qilsangiz, ekraningizni hech kim ko'rmaydi va oyna yopiladi. Mana shunday. Demak, hozirgi videomizda Zoomda registratsiya bo'ldik. Zoomni o'rnatdik. Zoomda kimnidir konferensiyasiga kirdik. Zoomda o'zimiz konferensiya hosil qildik va Zoomda o'zimizni oynamizni kim bilandir ulashdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.